Yaxshimisizlar? 3 kundan beri yomg'ir yog'yapti. Mototsiklni mana yerga tiqib qo'ydim. Bir ko'raylikchi nima ahvolligini. Suv to'kib oldi. Garaj. O'zini garajiga ochdi. Sig'may qoldi. O'zini garajiga sig'may qoldi. Iloji yo'q. Ha? Shunaqa joyga tiqib qo'yishga majbur bo'ldik. Kecha nima holat ekan? Uyib ketdi, uyib. Turibdi. Voy, bu chang bosib ketdi. Halilar. Turibdi. O'zini garajiga sig'may qoldi. Mana bunaqa slayder quvdim. Eshik kichkina edi, tegib qolyapti. Iloji yo'q. Mana unga qiyinmi? Shunaqa gaplar do'stlar. Qo'lchog'imiz turibdi, suhbat qilib. Sog' bo'linglar.